Ertaga safarga ketyapmiz. Bir hafta yo'q bo'lamiz. Ma'lummi, bir hafta agar men Ominani olib bormasam mashg'ulotlarga. Yo'q, ikki masala bo'lmaydi. Buni to'xtatish mumkin emas. Xo'p, mayli, bo'lmasam, shug'ullanishimiz kerak. xo'p, tushunarli. Bo'lmasam ammasi olib keladi, xo'pmi? Alo, adasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, eshitaman. Mana- Tezroq gapir, nimaga? Biz mana markazda chiqdik. Ominaxon bilan shunaqa zo'r mashg'ulotlarni o'tkazishdi. Faqat bilasizmi, nima aytishdi? Siz ham vaqt ajratishingiz kerak bolangizga. Mashg'ulotlarni ham uyda ham ishlashingiz kerak, chunki bitta mashg'ulot yetmaydi. Tushunasizmi? Men senga aytganman, men boshim og'ritmagin, o'zing qaragin, vaqtim yo'q. Hozir men yig'ilishdaman, yig'ilishda sen bilan gaplashib o'tiribman. Ishda bo'lingmi, oilada bo'lingmi, sen bilan gaplashaymi? Men aytdim kecha men uchib ketaman safarga bugun deb. Men o'zim qanaqa ulguraman? Ovqat qilishim kerak, kirlarni yuvishim kerak. Ko'p gapirmasdan o'zing qaragin bolaga. Nima kerak bo'lsa, o'zing shart-sharoitini ko'rgin. Kecha aytdim-mi men? Mana safda pul bor. Mayli, xo'p, rahmat. O'zim qarayman. Bo'pti. Omina. Yur, o'ynaymizmi? U yerda plashatka bor. Hozir biz birga plashatkada o'ynaymizmi? Omina. Yur, o'ynaymiz, sakraymiz. Yur, jonim. Voy, hoppala. Omina, qani Omina? Omina, qani Omina? Kuku. Omina, stop. Omina qani? Yanami? Ke, yur o'tda o'ynaymiz, ke. To'xtab tur. Omina, menga qara, Omina, menga qara, Omina, uchamizmi? Uchamiz hozir bizda. Vau! Gapir. Voy, Omina, bo'ldi. Endi uyga boramiz. Voy, ana sani logopeding telefon qilyapti. Alo. Azizaxon, yaxshimisiz? Eshitaman. Lechiningizni ertaga 2ga yozib qo'ydim. Sizga farzandingiz bilan kelasiz. Sizga videolarini tashlab qo'ydim. Uyda shug'ullanishingiz uchun. Albatta shug'ullaninglar. Xo'p, albatta shug'ullanamiz. Faqat qarang-chi, biz hozir ertaga safarga ketyapmiz. Bir hafta yo'q bo'lamiz. Ma'lummi, bir hafta agar men Ominani olib bormasam mashg'ulotlarga. Yo'q, ikki masala bo'lmaydi. Buni to'xtatish mumkin emas. Xo'p, mayli, bo'lmasam, shug'ullanishimiz kerak. xo'p, tushunarli. Bo'lmasam ammasi olib keladi, xo'pmi? Bo'ladi. Kim olib kelsa ham qolib ketmasin mashg'ulotlar. Xo'p, rahmat kattakon. Ertagacha, xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p. Salomat bo'ling. Yur, jonim.